Ben nerse etesi dostlar. Вообще iş yaratgan iş bilan shug'ullanirga raqat endi. Mana ulab turasiz, mana eng heybet ish endi do'stlar. Shuning uchun do'stlar har vaqtda o'zingizni narsa bilandir deydi bo'lsa ish bilan o'zingizni занимайтесь deb aytimikan. Narsa so'raysiz keladi. Shu bugun bizning To'qtarak bilan chiqdik. O'zi chag'amiz bilan qarasa, o'zida ishlaymiz. Shundan do'stlar narsa egasi keladi. Narsa to'g'ridan kichkina bir shunday fikr bilan bo'lishimiz keladi do'stlar. Umuman o'zing yaratgan, o'zing o'ylab yurgan fikrni ishlarga kerak. Bir narsa o'ylab yursan, uni uzoq o'ylab yurmasga, to'g'riga ishlarga kerak. Men shaxsan o'zim boshimga kelgan o'ylarni boshimda turmushga oshirib boraman. Narsalar kelib chiqadi, narsalar kelib chiqmay, narsalar qo'l yetib bitmay, narsalar ishlay boshlagach ko'pligi ikkinchi turli ekanini anglaysan. Ishlagach birda o'kinmaysan. Mana shuni ishlamishib qolsa, ozak o'kinib yuraysan. Niye shunday etmadim ekan? Mana bunda do'stlar bizning bu endi Oakland studentlar narsa bo'lindim shoqqina. Shuning uchun do'stlar narsa aytasa kelar. 2 o'ylamag'iz, 3 o'ylamag'iz, 5 o'ylamag'iz. To'tig'izda ishlaysiz. Tegi burishga o'xsha olibmi, kreditga olibmi, olig'izda, ishlagizda ozaq jilaydi deganda shartdan endi. Mana shunday mendan sizga bir fikr. Ikkinchi, mana biz bu yerda do'stlar Oakland, bu yerda University of Pittning studentlar rayoni shunday ham narsa aytasi keladi. Butun studentlar hozir endi qo'yib bitdi. Borda distansiyon o'qiy onlayn. Ham bu rayon bütün neleri bütün bundagi neler yurtlar ular endi съемный barda сдается bu endi основной biznes bundagi kishilarning bunday yurtlari ular ana сдают mana shunday bir bela kelgan andagi bir etaj masalan например $700-800 turadi o'sha yerda $1000 turadi qiymat deb aytasan keladi no universitet sам по себе u qiymat universitet bo'lmaydi но bek yaxshi o'qituvchilarida bek yaxshi neleri var onu o'qib bitgach ishga o'rnashuv problem tugul deb aytar men. Ikkinchi zo'r masala mana bunda yashashda qiyin. Ham endi shunda bo'lgan mana restoranlarda chunki o'zlarining bizneslarini yo'qotdilar, ammo lekin yopilmadilar chunki dostavkaga ishlar. Navbas. Shunday 1905-1910 yillarda solingan yurtlar, mana bu shu boshliqlar boshida 1905-1910 bunda Pittsburghda bu rayonda 100 yildan da ortiq yurtlar. Mana shirkov ide bu. Bu shirkovni hozir ko'kabar yasadılar. Kстати, тоже shunday qiziq bir fikr. Buralarda shirkovlarni ollarda ya ko'kabar yasalar, ya bar yasalar. Mana optiramelar endi ular. Ularda narsalar yasalar. Mesela qanday ishimizga kerakmi? Do'stimga aytganda trak тоже sog'indirgan do'stlar. Bu trakni тоже o'zimiz yasadik. Sog'indirgan prямо uldamini sog'indirgan. Sog'ingan. Baribir studentlar juriyali emas bo'lsa. Mana ko'zini ko'rasizga do'stlar bu Oakland Pittsburghdan bir bilgigina bir sayohat. Kimlar endi bunda bo'lgani bor, ammo bek yaxshi materiallardir bu o'ramlarni. Qish tugul endi hali fevralning ishi, kстати, ertaga Boshliqlar kuni deb butun dunyo sotashacak, deymi? Tovar ishlaymish dedi. Mana bundan necha topkir o'tsang, har vaqt tashlay musorlarni shagaralarda qo'yalar. Shuni gul shulay musor yotadi. Mana pochta, mana unda tegani bizning narsalar Cathedral of Learning. Anda hatta Rus fakultetida bor, Rus bo'ligida bor, shunda hozir yursak. Men sizga ko'rsataman. Siz yosh. Mana shunday rayonda do'stlar Pittsburghda qish, shulaygina qor, cho'qqina ko'krakda borga mumkin. Ammo yo'llar chista chunki bunda buz sebelar. Bunda shundan bizni ko'p sebelar, evet, mashallah hatta shirin. Boshqalar to'g'ri, hatto oyoq kiyimlari shirin. Mana bir baxir borib keldi ko'rshlar kundan. Sizlar bilasizmi narsaga ertan turalar, evet.
Şorti bilen sansı ki dizgine kışkınalar обязательно ko'pyortma barıp keleler. Sizlarni siz bu tovushqa afuytirsiz, chunki bu tovushni shulayin dege munda kuxnyada shunda bir bor. Kimdir motor ittirib bor ko'rayirdan irdik. Mana tege bina. Zo'r bina. Bir kunda do'stlar vaqt bo'lganda men sizni shunda olib borib, shunda ko'rsatirman yana. Endi mana bunda muzey. Museum. Carnegie Museum deb ataladi. Bu albatta bu ne? Mikshab muzeyinde. Bunda bolalarni olib kelamiz biz. Ham mana bunda dinozavr turib ko'rasiz. Dinozavr. Mening molay tang-tong buyog'i niyada. Nechun shulay deb bilmayman. Shu bina. Biraz. Do'stlar, men shulayda tushirishga tirishirman, но tushirishga bek og'ir, chunki unutilib ketasan. Shundan tegani fikrni jo'g'altasan deb aytaymi ekan. Shundan tegi chiqtirib unutilaydi. Bunda bir tarixiy bir uy, bu 18-asrdan ekan. 18-asrning neymi shu toj tarixi bor ana. O'qib olg'ach sizga toj so'zlarman, yana. Hazratdagi dinozavrni ko'rsatamda sizga. Endi bir uzoq bo'ldi. Bu qizil. Bek uzoq yana. Mana. Hozir aytirsiz, nik boshdan pishroq deb aytirsiz abi. Bu yetmaydi do'stlar. Kelib bo'lishsangiz edi. Bo'lishmaysiz bit birga. Mana bu do'stlarni, mana shu shunday dinozavr. Mana shu muzey. Carnegie Museum. Hatta turli konsertlar, neler öte, şuraşular öte. Şundan endi bizden Forbes Avenue, Forbes deb ataladi. Hozir bundan ko'fe olamiz Alloh bersa. Studentlar begaz endi do'stlar. Bu qulay tug'il bunda shag'ir turli hovlida. Rodikinde. Siz do'stlar biz kelib yetdik. Qara do'stlar, tag'in bir mendan sizga bir barakagina syujet Pittsburgh shaharidan. Rahmat yozganingiz uchun. Mana albatta-ki приятно. Yozasiz, javob yozasiz. Selam, shuni ko'rsat, mana ko'rsat. Shotlantiradi do'stlar, bilasizmi? Baribir shunday sizin bilan angama bu. Do'stlar, narsalarni direkt temalar, narsalar ko'rsatirga azrak menga shunday yo'nalishlar berib yuborsangiz, mikshab bo'lar edi. Yana do'stlar, xayrli kun. Borigizga da, mushlar.